Binoandagoni aziz, imroz in kasaliyeki boz duyum namudash ruy zamin ro ba tashvish andохто istoda ast. Albatta dar davlatҳои ҳамсоя хусусан дар мамлакати мо ҳам боз ба қайд гирифта шуд. Бо ҳамин хотир имрӯз ба марказ таҳти раҳбарии ҳокими ноҳия ташриф овардем. Барои нӯшадан омӯхтан бо ба ҳокими ноҳия ҳам суҳбат шудем. Саид Баҳром ака, мана шу марказга ташриф буюришимизning asosiy sababi mana bugun dunyoni larzaga solayotgan mana shu pandemiyani turi yana mana ko'payapti. Mana Xitoy mamlakatida, qo'shni davlatlarda, qolaversa mana o'zimizda ham qayd etildi. Albatta mana shu markazdagi holat kecha mana bir katta tadbirda aytdingiz, menga ma'qulma dedingiz. Chunki buni tagi zamirida insonning hayoti turibdi deysiz. Albatta odamlar o'zi ogoh bo'lishi kerak. Keyin barcha yugurganimiz befoyda deb aytyapsiz. Mana hozir ko'rib turibsiz, haqiqatan markazda tartib yo'q. Assalomu alaykum, hurmatli tumandoshlar. Albatta mana karantin paytida karantin qoidalariga rioya qilmasdan yurgan fuqarolarimizni mana tuman markaziga kelib, qayerga qarasangiz karantin qoidalariga to'liq rioya qilinmayapti. Mana hozir ta'kidlab o'tdingiz, butun dunyoda hozir koronavirus infeksiyasi yana avj olib, tarqalib, butun dunyoni hozir tashvishga solib qo'ydi. Jumladan mana O'zbekiston vatanimizda ham shu balo mana kundan kunga mana ko'payib borayotganligini biz kuzatmoqdamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda, televideniya orqali, matbuot orqali biz buni kuzatib boryapmiz. Hozir kunda bu baloni oldini olish bo'yicha hammamiz temir intizom bilan ishlashga majburmiz. Shuning uchun hurmatli fuqarolar, karantin qoidalariga rioya qiling. O'sha shifokorlarimiz berayotgan tavsiyalarga amal qiling. Ehtiyoj bo'lmaganda ko'chaga chiqmasliklaringizni tavsiya qilamiz. Mana tuman markaziga keldik. Birorta fuqaromiz karantin qoidalariga to'liq rioya qilmayapti. Niqobsiz turibdi. Ichki ishlar xodimi tushuntiryapti, u niqobsiz turibdi. Albatta bunday niqobsiz yurish, karantin qoidalariga rioya qilmaslik bu nafaqat o'zini, balki boshqa insonlarni ham sog'lig'iga jiddiy xavf solayotganini bu ayrim fuqarolarimiz. Yo mana niqob taqib og'zini ochib yurishi, mana niqob niqobni to'g'ri taqmayapti. Ochib yurishi. Karantin qoidalariga to'liq rioya qilmayapti deganingizda mana nari tomon qilmayapti. Muz sotayotgan holatda. Uchun hurmatli yoshlar albatta fuqarolar, albatta sizlardan so'rab qolamiz, karantin qoidalariga rioya qiling. Karantin qoidalariga rioya qilmaslik ma'muriy va jinoiy javobgarlikka sabab bo'lishi to'g'risida yana bir bor ogohlantirib o'tamiz. Shuning uchun har birimiz bu balo bilan bir tanu bir jon bo'lib, bir yoqadan bosh chiqarib kurasak, temir intizom bilan karantin qoidalariga rioya qilishni o'zimizdan boshlasak, oilamizga, farzandlarimizga befarq bo'lmasdan ularni ham karantin qoidalariga rioya qilishga o'rgatsak, nazoratini qilsak, men o'ylaymanki bu baloni yengamiz. Aks holda karantin qoidalariga rioya qilmaslik bu juda ham bir salbiy oqibatlarga olib keladi. Shuning uchun sizlardan iltimos qilamiz, karantin qoidalariga rioya qiling, shifokorlarimiz tavsiyasiga amal qiling. Shundagina biz natijaga erishamiz. Mana hozir ko'rib turibmiz, mana chinor tagida onaxonlar yosh farzandlarini niqobsiz olib yuribdi. Endi mayli ko'chaga chiqish ruxsat emas, chiqishi kerak, lekin mana shu bir tartibli, intizomli niqob bilan bir muayyan vaqtda havo issiq paytda chiqarmasdan shunaqa qilsa bo'lmaydi. Mana sizni ko'rib turgan, bizni ko'rib turgan mana shu onaxonlarga fikringiz muhtaram aka. Hurmatli ota-onalar, albatta oila muqaddas. Har bir ota-ona farzandini ravnaqi uchun, uni kelajagi uchun mehnat qiladi, kelajagi uchun barcha qo'ldan kelgan ishlar qiladi. Lekin afsus, oddiygina sanitariya qoidalariga rioya qilmasdan, mana hozir aytib o'tganingizdek, farzandlarini niqobsiz yurishi va o'sha gigiyena qoidalariga rioya qilmasdan o'sha oziq-ovqat mahsulotlarini yo'llarda iste'mol qilib yurishi bu farzandlarimizning sog'lig'iga jiddiy xavf solayotganligini ularga yana bir bor tushuntirib o'tamiz. Har bitta o'sha gigiyenaga rioya qilmagan fuqarolarimizni farzandlari sog'lig'iga juda katta xavf tug'diryapti. Bunga sababchi o'zimiz bo'layotganligimizni yana bir eslatib o'tmoqchiman. Shuning uchun mana bugundan yana karantin qoidalarini ga amal qilishni nazorat qilish kuchaytiramiz. Joylarda tumanimiz bo'yicha
har bir mahallaga 27 ta mahalla bo'lsa 27 ta mahallaga shu ovoz kuchaytirish ishlar yordamida ikkitadan nuqtalar tashkil qildik. Tinmasdan yana qayta bu fuqarolarimizga karantin qoidalari va shu pandemiya paytida qanaqa yashash, qanaqa ishlash bo'yicha o'sha tushuntirish, targ'ibot ishlari olib boriladi. Bundan tashqari 8 ta mobil ovoz kuchaytirgichli mashinalarni tashkil qildik. Bular ham o'sha har bir o'sha mahalla kesimida katta o'sha markazlar hududida o'z faoliyatlarini olib borishadi. Yana bir nima, mana savdo do'konlarida sanitarik holatlarga rioya etish, har bir kirgan haligi odamlarga antiseptik nimalarni sepish haqida ham bir tavsiyalar berdingiz. Kecha mana sanitariya epidemiologiya markazi rahbariga topshiriqlar berdingiz. Bugun shu haqida fikringiz. Mana savdo do'konlari rahbarlari bizni qurib turibdi. Bozorlarni nimasi qurib turibdi. Shu haqida sizning fikringiz? Mana albatta o'sha jamiyat bor, insoniyat bor. Savdo sotiq mana bozor uchar deymiz. Fuqarolarimiz o'zlarini ehtiyoji uchun o'sha savdo rastalariga, savdo do'konlariga kirishadi. Kirayotganda oraliq masofaga qat'iy ijtimoiy masofa deydi. O'sha 2 metrlik masofaga qat'iy amal qilgan holatda har qadamda biz agar noto'g'ri qadam qo'yib, shu sanitariya qoidasiga rioya qilmasak, shu balo bizga yuqishini inobatga olib, juda ham qattiq e'tibor berib, o'sha savdo rastasiga boramizmi, savdo do'konlariga boramizmi, sanitariya qoidalariga rioya qilishimiz shart. Agar u yerda dezinfeksiya qiluvchi vositalar bo'lmasa, karantin qoidalariga rioya qilish bo'lmasa, biz u joylarga kirishni tavsiya qilmaymiz. Albatta. Kirmaganlari ma'qul. Chunki o'zimizga kerak shu sog'liq. Karantin qoidalariga rioya qilmagan o'sha mutasaddilar ham o'sha qonunda belgilangan tartibda javobgarlikka tortiladi. Lekin biz har narsani oldini olganimiz yaxshi. Uni hali nimasi bilan kurashmasdan uni oldini olsak maqsadga bo'ladi. Muvofiq bo'ladi. To'y marosimlar bo'yicha muhtaram hokim mana kecha topshiriqlar berdingiz. Har bir dafn marosimi 3 kun deb. Lekin mana shu karantin davrida 30 dan oshmasdan to'y o'tkazish va marosimni mana 3-kuni eshikni yopish haqida bir fikringizni aytib o'tdingiz. Mana barcha mahalla raislariga topshiriq berdingiz. Mana hozir qurib turgan odamlarga mana shu eshiklarda odamlar o'tirishi, to'y marosimlarini dabdabali o'tkazish haqida bugun karantin davrida fikringiz? Albatta muhtaram prezidentimiz ta'kidlagandek, biz karantin paytida yashashga va ishlashga o'rganishimiz kerak. Hayotda o'zi buni taqozo qilyapti. Shuning uchun mana to'y marosimlar, haligi o'sha dafn marosimlari albatta bu hayot, buni to'xtatib bo'lmaydi. Lekin har bitta marosim albatta mahalla fuqarolar yig'ini bilan kelishilgan holatda, karantin qoidalariga rioya qilgan holatda o'sha belgilangan tartibda o'tkazilishi kerak. O'sha kuni kecha o'tkazilayotgan to'ylarga bordik, odam ko'payib ketgan. Ko'pchilik bexabar. Oxir o'sha mahallani raislari, profilaktik inspektorlariga shuni bir aytmoqchi edikki, har bitta mahallaning darvozasi bo'lishi kerak, har bitta mahallada o'zini egasi bo'lishi kerak. Har bitta to'y ham, boshqa marosimlar ham maslahatli qilinsa, o'sha tartibda belgilab beriladi. Bunga mutasaddi o'sha xodimlar, o'sha mutasaddi o'sha tashkilotlar albatta yordam qilamiz. Mana shu tavsiyalar bilan qilsak, xalqimiz tushunadi. Karantin paytida bu o'sha 30 tadan oshmaslik bu qat'iy belgilanganmi? Tamam, undan ko'paytirish mumkin emas. To'y qilish kerak, faqat karantin qoidalariga amal qilish. O'sha dafn marosimlari, keyinchalik fotihalar, buni ham o'zining tartibi bor. Hatto to'dalashib mana kecha bir joyga bordik. Buni lekin fuqarolarimiz asosan o'sha fotihalarda ham karantin qoidalariga rioya qilmasdan to'planishib o'tirishdi. Shuning uchun bulardan o'sha fuqarolarimizdan ham iltimos, ham bir talab qilardikki, karantin qoidalariga rioya qiling. Har bitta harakat, har bitta marosim, har bitta o'sha omma to'planadigan joylar nazoratda bo'lishi kerak. Agar biz bir tani bir jon bo'lsak, bu baloni albatta yengamiz. Fuqarolar albatta mana hayot bor, tug'ilish bor, o'lim muqarrar deydi. Bu albatta judolik hammamiz uchun o'sha bir eng musibatli holat. Lekin biz
hurmatli imomlarimizdan, mahalla raislarimizdan shuni bir iltimos qilib qoladik, ham talabimiz har bitta bunaqa marosimlar 3 kundan o'tmasligi kerak. 3 kunda ham o'sha karantin qoidalariga rioya qilingan holatda bo'lishi kerak. Shuning uchun biz bunday tartibni nazoratga olib o'zlari tashkillab berishini o'sha hurmatli imomlarimizdan ham, mahalla fuqarolar yig'in raislaridan ham shuni so'rab qoladi. Rioya qilinmasa, albatta qonunda belgilangan tartibda o'sha qonun ustuvor jazo muqarrarligini ta'minlashga majbur bo'lamiz. Shuning uchun yana bir bor hurmatli fuqarolar, hurmatli ota-onalar, hurmatli opa-singillar, karantin qoidalariga qat'iy amal qiling. Karantin qoidalariga amal qilmaslik bu juda ham og'ir salbiy holatlarga olib kelishi to'g'risida hech qachon unutmang. O'zingizni ehtiyot qiling, yaqinlaringizni ehtiyot qiling. O'sha karantin qoidalariga amal qiling va shu bilan biz o'sha bu baloni yengamiz albatta. Бинандагони азизм, мо ба ҳокими ноҳия дар бораи пешгирии касали коронавирус ҳам суҳбат шудем. Албатта шумо аз ин хабардор ҳастед. Имрӯз ин бало ки боз аз сари навс сар бардоштааст, барои ба ноҳиямо наомаданаш ҳамамон масъул ҳастем. Модарони азиз, падарони азиз, ба фарзандон, ба худатон бефарқ набошед. Мана ба воситаи телевизион 2-3 рӯз ин ҷониб боз ҳама мавзӯъҳо дар бораи коронавирус аст. Дар давлатҳои ҳамсоя ки албатта ин касали авҷ гирифтааст, мо ба воситаи интернет ҳама чизро тамошо карда истодем. Бинобар ин худамонро эҳтиёт кунем ва аз ин касали албатта барои дур шудан ҳаракат кунем. Дар ҳамон вақт албатта ба мо ягон осебе, ягон таъсире намерасонад.